Assalomu alaykum do'stlar. Bizda oqsoqolimiz bir oy burun operatsiya bo'lgan. Operatsiya milep. Bu adenoma prostata bo'yicha qiynalib yurgan oqsoqol bo'lgan. Operatsiyadan oldin ekan qiynalib yurgan. Tualetga boradi, zarar chiqmaydi, boradi, yaxshi chiqmaydi. Anan bir oy burun operatsiya milep jasadı. Bu shu zarar yo'lini kirib, lazerda eng haqiqiy texnologiyalar operatsiya jasaganmiz. Oqsoqolimiz hozir biz ko'rgan keltir rahmat. Oqsoqolda hozir vobshe ham barcha o'zgarib ketgan. 360 gradusga o'zgarib ketgan yaxshi chaqqa. Hozir o'zi suylab beradi. Aytganing qanday bo'lgan? Oqsoqollarga qiynalib yurgan, sizga o'xshab qiynalib, kelalib, qo'rqib yurgan oqsoqollarga aytganing nima bo'lgan? Chinini ayting. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Men bu dard bilan uzoq muddat og'rib yurdim. Bu oxirida sahram bordi, qo'rqib shu mana operatsiya qildiramiz desa qo'rqib operatsiya qildirmay yurdim. 2 oy bu qambarlar nimalarga rahmat. 2 oy qildi. 2 oy davomida lechena qilib, oxiri operatsiya qildi. Operatsiya ham bilinmadi. Shu ekranda qo'yib qo'ydi, o'zim tomosha qilib yotdim. Hech qanaqa og'riq bilmadingizmi? Hech qanaqa og'riq sezilmadi. Xudoga shukr, hozir mana 1 oy bo'ldi, hamma yo'q, yaxshi. Nastroyeniyalar ham yaxshi. Ancha-munchalik salomatchiliklar ham tiklanib ketdi ashun orqasidan. Xudoyim shularga ishlariga baraka bersin. Qo'rqmanglar sizlar ham kelinglar. Bu hech anaqa narsa emas ekan. Og'riq ham sezmaysiz, boshqa ham qilmaysiz. Bir yo'li hamma darddan qutulasiz. Napor qanday oldinga qaragan? Oldinga qaragan napor yaxshi. Necha yoshingizda bo'lib qoldingiz? Hozir shu bir 50-55 yoshlarga o'xshaydi. 50. Hozir yosh nechida? 72 da hozir. 72 da. 72 da. Kechalar chiqsa qanday bo'ladi? Oldin qanaqa edi, hozir qanaqa? Hozir shu men sahrim ham bor. Shu sahrni nalman uchasam kechasi ham chiqmayapman. Yo'qmasam chiqsam 1-2 marta chiqyapman. Suv ko'p ichib chiqasiz. Oldin uyqu yo'q edi. Suv ichardik, chiqardik, borib peshob qilib, yana qolib, yana orqaga qaytib nima qilib kelman, nima qilmasin. Ertamangacha 5-6 marta sigan chiqaman. Ha, 5-6 marta chiqardim. Hozir Xudoga shukr, yaxshi. Bu dard bilan og'rimaylar, og'riganlar qo'rqmasdan kelib shifo topib ketinglar. Mayli. Bu bosh bolalarga duo qilaylik. Ilohi amin. Shu bolalar qo'llari yengil bo'lsin. Ishlariga rozi bersin. Ota-onalarning vaqtiga ota-onalar rohatini ko'rsin. Hamisha ishlari barobardan ketsin. Allohu akbar.